Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi ishimizdan kichkina video obzor. Tak, panel radiatorlarimizni mijozimizdan talabiga binoan temirli trubada podach obratkalarimizni tortib, faqat ulanish qismlarini plastikdan qilib beryapmiz. Mijozimizning talablari shunaqa bo'lganligi uchun, ya'ni mana biz podach obratka trubalarimizda ham ma'lum miqdorda o'zidan issiqlik chiqarganligini hisobiga undan foydalanishni taklif qildilar va temir turbadan podach obratkalarni qilib, faqat ulangan qismlarini plastikdan qildik va yeri tegidan o'tadigan joylarini plastikdan qildik. Chunki temir turbani agar yeri tegidan shu holatda shtrabit qilib o'tkazadigan bo'lsak, agar uni izolyatsiya qilinmasa, juda tez fursatda chirib ketadi. Chirish jarayoni tezroq bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa panel radiatorlarimizni o'rnatganmiz. Bu yerda yer tegidan plastik turba o'tkazilgan holatda va davomi yana temir turbadan bo'lib ketgan. Faqat ulangan qismlarini mana shunaqa plastikdan tortib oldik. 1,5 metrdan panel radiatorlarimizni o'zimiz olib kelib qo'yib beryapmiz. Tak, qachonimiz xudo xolasa mana shu tomonda bo'ladi. Bu yerdan podachamiz borgan, однотрубный sistema va bu yerdan obratkamiz qaytib kelgan. Obratkamizning qo'yganida peremichkasi yo'q. Mana shu eng yaxshi effekt beradigan usullardan bittasi hisoblanadi. Peremichka bo'lsa, issiqlik, ya'ni sistemada aylanayotgan issiq suv tezroq peremichkadan o'tib ketadi. Buning ichida aylanib chiqqunicha bu yerdan tezroq o'tib ketadi, nasos tortib oladi. O'shaning hisobiga mana shunaqa usuldan foydalansangiz yaxshiroq bo'ladi. Issiq suv обязательно batareyaning ichidan o'tib, undan keyin obratkaga chiqib ketadi. Mana bizda bu yerda batareyaga kirish qismi bo'ldi tepadan. Mana bu ham to'g'ri usul hisoblanadi. Issiqlik, issiq suv kelgandan keyin mana shundoq bir xil holatda isib kelishni boshlaydi, obratga eng pastidan chiqib ketadi. Mana shuni qo'yishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Va peremichkani imkon qadar yoki maydaroq turbadan qilish kerak. Nisbatan tortilayotgan turbaga nisbat ingichkarog'ini qo'yish kerak. Bu yoqqa ko'proq suv kelsin, radiatorga ko'proq suv kelishligini ta'minlash uchun. Hozir qachonlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Tak, mana bu yerda mana shu qachonlarimiz qo'yiladi, xudo xolasa. Xonadonimizning bu yog'ida yana bitta zdaniya bor. Shuning uchun ikkita qachon qo'yib beryapmiz, xudo xolasa. 300-350 metr kvadratga mo'ljallangan katta qachonimiz va kichkina qachonimiz 100-150 metr kvadratga mo'ljallangan qachonimiz. Mana shu tarafga xudo xolasa ertaga bu yog'i boshlaymiz. Bu yoqlarni ustunovka qildik. O'rtada darvoza borligi uchun mana shunaqa usuldan foydalanib, ikkita qachon va ancha ekonom sistema bo'lishligi uchun ham shunaqa qilamiz. Kimda mana shunaqa buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlarimiz yozilgan bo'ladi. Har xil turdagi, har xil bo'lib turgan mo'ljallangan qachonlarni esa berish imkoniyatimiz bor va ataplaniya tizimlarini ham har xilini tortib berish imkoniyatimiz bor. Bu xonadonda mana bu qachon turgan. Turbalari chiqib ketgan, chunki O'zbekiston turbasidan qilingan bo'lgan va tepasida yana turbadan keyin mana bunaqa profillardan terib chiqilgan. Bu profildagi bunaqa hamma har xil aytadi. Biza issiqlik ushlab qolishni usuldan foydalanishgan. Turbalardan to'g'ridan-to'g'ri issiqlik chiqib ketadi. Ekonomiyasi ancha katta bo'ladi bularni. Ekonomiya rasxodi ancha katta bo'ladi. Bizda unaqa emas. Bizda faqat turbadan foydalangan holatda qilingan bo'ladi. Qachonlarimiz ancha boshqa qachonlarga nisbatan ekonomiya. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi ishimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.